Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Gold TV kanali. Anchadan beri video qo'ymay turibman, uzr so'rayman do'stlar. Xo'p, do'stlar, esingizda bo'lsa, men oldin bir video qo'ygandim Trompik haqida. Bilgan biladi, bilmagan endi bilib bo'ladi. Trompik bu nima? Trompik bu tron ishlash, ya'ni tron ishlagan saytlardan biri. Har soatda kirasizlar va tron ostida bo'ladi. To'g'ri aytishingiz mumkin, sal kamroq beradi yoki tron nima u. Bemalol misol ro'yxatdan o'tgandan keyin qanaqa o'tish kerakligi, nima qilish kerakligini tushuntirib o'taman. Tron o'zi asosan bilasiz, kriptovalyuta hisoblanadi va bitcoinga o'xshagan narsa. To'g'ri, endi sal arzonroq qanaqasi. Hozirgi kunda adashmasam 3,5 atrofida bo'lsa kerak. 3,200 3,5 atrofida. Xo'p. Trompik bu saytni hali opsioniyada yoki kommentariyada qoldiraman do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa bemalol ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Xo'p, kirganingizda xuddi shunaqa holat oyna bo'ladi. Bu yerda bemalol o'zingizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Bu yerda hamma savolga javob yozilgan. Nechadan beri ishlab kelayotgani va qanaqa ishlash mumkin, qanday ishlash mumkin, qanday qilib o'ynash mumkin, qanday qilib depozit qilish mumkin, hamma narsa bu yerda yozilgan. Bemalol o'qib chiqishingiz mumkin. Xo'p do'stlar, buning uchun nima qilamiz? Elektron pochtamizni kirgizamiz, ya'ni ro'yxatdan o'tish bosamiz. Ro'yxatdan o'tish bosgandan keyin sizlarda shunaqa oyna ochiladi. Xo'p, birinchi bo'lib nom yozasizlar, ya'ni bu ismni yoki qanaqadir narsa yozib qo'yasizlar, bo'ldi. Xo'p, elektron pochtadan kirgizasizlar, ikkinchisiga keyin parol o'ylab topasizlar va yana parolni qaytadan yozasizlar. Xo'p, kirgandan keyin elektron pochtangizga kod boradi, ya'ni o'sha yerga kirib uni tasdiqlab qo'yasizlar. Tasdiqlamasanglar sizlar keyin kira olmaysizlar. Ya'ni kirgan taqdiringizda ham, misol sizlar depozit qilsanglar ham uni chiqara olmaysizlar. Xo'p do'stlar, kirishga kiramiz. Men o'sha ro'yxatdan o'tganman. Ancha oldin o'ynagan edim, keyin oradan vaqt o'tib tashlab qo'ygan edim. Xo'p. Cho'tta internet slabiyroq, mayli. Xo'p, oldin ro'yxatdan o'tganman, ko'rishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tgandan keyin xuddi shunaqa bo'ladi. Anaqaga kirasizlar, uni elektron pochtaga kirgandan keyin o'shani подтвердить, ya'ni tiklab qo'yasizlar. Xo'p, keyin sizlarga mana bu yerda bonus beradi, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda bonus turibdi. Mana sizlarga 10 ta aylantirish beradi. Keyin do'stlar, do'stinglarni taklif qilsanglar, balki unga alohida yana bonus beradi. Xo'p. Sizlar birinchi kirganingizda mana bu yerda Stone, ya'ni bu yerda уровень haqida gap ketyapti. Xo'p, уровеньga kirgan bo'lsak, birinchi o'rinda mana Stone degan уровень, ya'ni mana shu уровеньda bo'lasizlar. Keyin borib Iron, ya'ni sizlar boshda 50 tron ishlagandan keyin, misol yutasizlar, yutqazsizlar farqi yo'q. Keyin undan keyin 50 trondan keyin 500 tron bo'ladi, keyin 5000 tron bo'ladi. Shuna qilib oshirib borsanglar bo'ladi. Men hozirgi kunda silverdaman. Misol har soatda men 0.06 olaman. Mana. Xo'p, har soatda deganim mana qaranglar. Hozir hisobimni ko'rishingiz mumkin. Mana hozir mana hisob turibdi. 123 tron 529 bu yoqda turibdi. Xo'p. Qaranglar. Klemni bitta bosaman va o'zgardi hisobim, ko'rasizlar. Sizlardan xuddi shunaqa bo'ladi. Xo'p, bunda qanaqa depozit qilamiz desanglar, juda oson do'stlar. Uning uchun mana bu yoqqa kiramiz, koshelokka. Bu yerda sizlarga depozit qilish uchun sizlarga avtomat qilib beradi. Ya'ni mana buni kopyut qilib olsanglar, manzil beradi. Mana manzilni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, buni qanaqa qilamiz desanglar, sizlarda Payer bo'lsa yoki bo'lmasa boshqa Binance yoki o'sha narsalar bo'lsa, bemalol kiritsanglar bo'ladi. Xo'p do'stlar, xohlasanglar bitta ishonchli bitta bot bor. Mana o'sha orqali, ya'ni uz karta yoki Humo orqali bemalol to'ldirsanglar bo'ladi. Xohlasanglar Trompik, xohlasanglar boshqa. Faqat mana shu depozit bo'lgan bo'limni tanlab, bu yerdan kerakli
kopirovka qilasizlarda o'sha botga tashlasanglar qancha miqdorda olmoqchi bo'lsanglar uni o'shani to'ldirib tashlashsanglar bo'ladi. Qanaqadir muammo bo'lsa bemalol menga aloqaga chiqsanglar telegramdan men sizlarga yordam beraman. Xo'p, men hozir bu videoni olayotgandan maqsad, misol kimda-kim tron ishlamoqchi bo'lsa yordam tegsa xursand bo'laman. Xo'p, menda hozir juda ko'p taktikalar bor. Men misol uni tekinga beraman, hech qanaqa qilmayman. Xo'p, menda hozir 123 tron bor. Endi bundan buyog'iga har mana shu 123 tronimni 1000 tron qilmoqchiman mana shu 1 oy ichida. Tak, bugun chislo misol 17-fevral bo'lsa, oyning oxirigacha xudo xolasa 500 tron yoki 500 trondan oshirish niyatim bor. Xo'p, har kuni misol deylik 10% ni ishlayman. Hozir bizga 3 bo'lsa, bu degani 12 tron. 10% 12 troni 300 bo'ladi. Xo'p, o'shani ishlashga harakat qilaman. Keyingi videolarni kuzatib borsanglar, qanaqa qilib ishlayotganimni, nima qilayotganimni ko'rasizlar. Mayli, endi hozir xohlasanglar ko'rsatishim mumkin. Mana bu narsa yutsanglar, yutqazsanglar mana shu уровень ko'tarilishi uchun mana shunaqa o'ynasanglar, misol mana yoqqa kirasizlar. Hozir 1 minut. Mana yoqqa kirasizlar, o'yinga kirasizlar. Bu yerda har xil o'yinlari bor o'zini. Endi agar sizlar birinchi misol kirganlardan keyin xohlasanglar sarmoyasiz ishlasanglar bo'ladi, xohlasanglar sarmoya bilan. Sarmoyasiz juda ko'p vaqtingiz ketadi. Sizlarga maslahatim sarmoya bilan kirib o'ynaganinglar ma'qul. Misol deylik 50 tron yoki 100 tron bilan kirsanglar, 10 tron bilan boshlasanglar ham bo'ladi. Boshqa narxasini hisobga olish kerak. 10 tron bilan kirsanglar sal kamroq yutish ehtimoliyati bo'ladi, chunki yutqazish ko'proq ketadi. Uni ham endi kimga qanaqa. Xo'p, agar sizlar misol deylik уровень ko'tarmoqchi bo'lsanglar, ya'ni men bu уровень menda hozir maqsad shu. 5000 qilsam, men o'sha 50000 qilsam gold ko'taman. Menda hozir 6000. Xo'p, buni qanaqa qilamiz? Qaranglar. 6040 336 turibdi. Endi qaranglar. O'yinga kiraman. Xo'p, ruletga kiraman. Bu eng zo'r taktikadan bittasi. Misol deylik, mana 10k dan, ya'ni 01 dan tikamiz. 01 emas. Qo'yib qo'yaylik, mana bundan tikamiz. Ya'ni 100,000. Bu yoqqa 100. Endi qo'ydikmi? Endi avtoni bosamiz va aylantirishga qo'yamiz. Qaranglar, hozir hisobimdan ketishni boshlaydi. Ya'ni men bitdan ketishni boshlaydi hozir. Zato уровень ko'tariladi. Mana deylik ketdi. Yutqazsam, faqat yashilga tushmasa bo'ldi. Agar yashilga tushib qolsa biz yutqazdik. Agar qizil yoki qoraga tushsa ham biz yutgan hisoblanamiz. Qora, qizil tushsa ham yashil tushmasa bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zimiz pulimiz o'zimizga yana qaytib kelaveradi. Mana hamma hisob ko'rishingiz mumkin. Ketadi, qaytib keladi, ketadi, qaytib keladi. Deylik 1 2 3 4 5 6 7 8 ta 9 ta 10 ta o'ynasa 1 tron bo'ladi. 10 ta o'ynadi o'sha. 11 12 to'rtta stop qilamiz. Boshqatdan qo'yamiz. Hop. 100 bu yoqqa. 100 bu yoqqa. Hop, avtoga qo'yamiz. Ketdi. Aylantirish bosamiz. 1 aylanish ketyaptimi? 2 ta aylanish bo'libdi. 3 ta aylanish. Bu 4 ta. Mana 5 ta. Hop, bitta yutqazguncha qilindik. Qani qanchaga borar ekan? Hop, 4 5 6 ta bo'ldi. Bu 7-si. 8 9 10 11 12 13 14. Bu endi уровень ko'tarish uchun bu do'stlar. Qancha ko'p уровень ko'tarishga harakat qilsangiz shuncha yaxshi.
Men hozir bu yerda foyda ham ko'rayotganim yo'q, zarar ham ko'rayotganim yo'q. O'zinikini o'zi qopliryapti. Xo'p. Nechta bo'ldi o'zi hisoblamadim. 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6. Nechta ketdimish? Mayli, nechta bo'lsa ham ko'raylikchi. Bitta yutqazguncha. Kamida 30 ta yoki 40 ta o'ynab bersa ham uровень ko'tarib olish osonroq bo'ladi. Hop. Video sal cho'zilib qolish ehtimoli bor lekin do'stlar. Stop qilamiz bo'ldi. Oxirgi o'yin. Xo'p, endi ko'ramiz. Mana o'zi qaranglar. Boya 40 edi mana bu. 6049 bo'ldi. 6040 edi bu. Shunaqa qilib urovingdan ko'tarsanglar bo'ladi. Keyin bora misol silverdan men goldga o'tsam, har soatda 200 riyal olaman. Bo'lgani 4 soatda 1 tur olaman. Yo'q emas. Keyin platinumga harakat qilamiz. Diamondga, keyin masterga. Xo'p, buni buyog'iga endi challenge o'tkazaman. Xudo xolasa. Challenge qanaqa bo'ladi? Misol, hozir 1 gumuch. Buni maksimum olib bormoqchiman. Ya'ni oyning oxirigacha qancha qilar ekanman. Taktikalarni ko'rsataman. Qaysi biri ishlaydi, qaysi biri ishlamaydi. Agar bu kunda qanaqa taktika bo'lsa, bemalol Telegramdan menga tashlab bersanglar, uni sinab ko'ramiz. Keyin tronni qanaqa qilib tushirishni, qanaqa chiqarishni ham ko'rsatib o'taman. Keyingi videolarni tomosha qilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar bu anaqadan ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsanglar, men buni opsiyaniyada qoldiraman. Yoki bo'lmasam kommentariyaga qoldiraman. O'sha yerga bemalol o'tib, bemalol kirsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Charchamaydi.